juda ko'p davlat tashkilotlarida informatsiya utirishga bo'layotibdi. Siz uni qo'rqasiz uni aytishga. Yaxshilik sifatida aytsam ham deysiz, sizni javobgarlikka tortib qo'yish ehtimoli borda. Hozir men borib qaysi государство уровнидagi частныйga borib turib zulm qilib turib aytsam, u meni sudga berish ehtimolligi balandroqda. Shunaqa fikrlar. Dunyoda bug bounty bor. Masalan, aytaylik Saudiyaga yozga borganimizda ham shu LIP 2025da Saudiyada shu bug bounty tizimini joriy qilgan. Государственный уровнida davlat tashkilotlarining любойni zulm qilsangiz, shu tizim sizga как бы unaqa beradi, bonus beradi. Unga siz uchastnik bo'lib qo'shilishingiz kerak, siz danilaringizni ko'rsatishingiz kerak, zulm qilingan joyi ko'rsatsangiz, sizga o'sha davlat tashkilotidan pul beradi. Bizda bunaqa narsa yo'q-da. Bizda masalan men ayta olaman, juda ko'p davlat tashkilotlarida informatsiya utirishga bo'layotibdi. Частныйlarda ham xuddi shunaqa, lekin siz uni qo'rqasiz uni aytishga. Hozir aytsam, yaxshilik sifatida aytsam ham deysiz, sizni javobgarlikka tortib qo'yish ehtimoli borda.